Assalomu alaykum ukalar, xudo xolasa qarshilarda labot tayyor holatda. Akamiz bizning YouTube, Instagram tarmoqlarida muntazam kuzatib borar ekanlar va ishimizga havas qilib, xudo xolasa mana tashrif yurdilar. Akamiz ishlarini chiroyli va ko'ngildagidek qilib bitirib berdik. Endi hozir buni bir navorotlarni sizlarga aytib o'taman. Balandliklari keladigan bo'lsa, balandliklari tom qismidan pol qismigacha 1.55 qilib berilgan. Davlat standartlari va harakat xavfsizlik talablariga mutlaq javob beradigan razmerda. E'tibor qilinglar akalar. Xom qismi ham alohida ochiladi. Oldi tomoni forchka qilib berilgan. Qo'stavarda ishlaydigan akalarimizga oldi tomon forchka bo'lgani juda ham bir komfortli bo'ladi. Mashinadan bo'lsa, mashinamiz 3 metr bo'ladi. 4 metr, 5 metrli reka bo'ladimi, plastik turbalar bo'ladimi? Bemalol oldi forchkasini ochib tashsanglar bo'ladi. Erta bahorda bilasizlar akalar, ko'chat sezon boshlanadi. Har xil bir mevali daraxtlar bo'ladi yoki to'yidek katta daraxtlar bo'ladi. O'shani ortishlik uchun bemalol tomini ochib qo'ysanglar, 170, 180 qanaqangi yuk bo'ladigan bo'lsa, o'z manziliga yetkazib olib borsanglar bo'ladi. Oldi forchkani mana urvinida, orqa tomonida syomli do'galari bor. Akalar bilasizlar, oldi tomon forchka bo'lgandan keyin mana ichkarida e'tibor qilinglar, 3 ta lentasi bor. O'sha kerak bo'lgan paytda tepaga dumaloq qilib o'rab, o'sha lentasiga boylab qo'yasizlar. Akalar mana shu oldi forchkani urvinidagi syomli dugamiz. Bilasizlar, sal boshroq bo'ladi. Shaqqillab asabga tegmaslik uchun mana maxsus boltga qo'yib ketganmiz. Taqir-tuqur qilmaslik uchun. Tom qismlariga ham e'tibor qilasizlar. Tom qismlari ham alohida, har bittasi boltga yechiladigan. Fanerlarimiz birinchi sort rossiyskiy 6 mm rossiyskiy faner bo'ladi. Germetikalari nima deyapti aka? Germetikalari alohida tema bo'lib turibdi-yu va yana unga qo'shimcha navorotlari. Ertaga shu tarvuz qovun tashish bo'ladimi, karam tashish kerak bo'ladimi? Bemalol tashishinglar bo'ladi. Mana orqa tomonlariga maxsus o'zini joylarini qo'yib ketganmiz. Bu nimaga deydigan bo'lsanglar, tabiiy holatda dumaloq shu tarvuz qovun bilasizlar, dumalab ketish ehtimollari bo'ladi. Shuni oldini olishlik uchun taxta soladigan qo'yib ketirgan. Akalar, tentlarimiz 650 grammlik koreyskiy eng zo'r tentlardan qilib berilgan va mana ko'rib turganingizday bamferlar bilan birgalikda. Yangiyo'l brendiga tegishli bo'lgan yashiklarimiz alohida bitta tema. Usti ko'rinishi mana nerjavekka bo'ladi. Ochganingizda ikkita xonali bo'ladi. Birida akkumulyator, ikkinchisida agnotushitel. Mashina uchun kerakli bo'lgan kulchlarni solib qo'ysanglar bo'ladi. Yopilish, ochilishlari ham hammasi cho'tki holatda. Bu yoq tomonda mana ko'rinishlari. Akalar, ukalar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekraningizda telefon raqamimizni qoldiramiz. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati Yangiyo'l shahrida joylashgan. Ustaxona qidirib yurgan yaqin do'sti birodaringlar bo'lsa, ushbu videoni jo'natib qo'yinglar. Xudo xolasa bundan da sifatli va bundan da chiroyli xizmat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.